Siz turmush va kasbdagi qaysi xil kala o'xshaysiz? Bu yerda kala desam ko'nglingiz yerim bo'lib qolmasin. Bu tilimizdagi intayin jonliq bo'lgan silishtirish shakli. Amaliyotda men uzun yillardan beri tushunib, his qilib, amal qilib, unumini ko'rib kelayotgan 3 kala nazariyasini intayin yaxshi ko'raman. Yana men o'rganib bo'ldim, o'qish bitirib bo'ldim, hamda butun umrimda mushu yetidi deb qilayotgan ishida, xizmat kasbida o'rganishni hamra qilmagan kishilar. Amaliyotda intayin urug'lab ketgan abga kala o'xshaydi. Hamda yana jamiyatimizda ikkinchi xil kalim az emas. U bo'lsin to'xtamay o'rganayotgan. Yana xuddi kalning yem-xashak, oziqligini iste'mol qilaverib yetib olgan. Yani o'rganganni ishlatmagan, amaliyotga bog'lamagan kitob purushlarni ko'rsatdi. Hamda mening izchil turib tavsiya qiladiganim dal muskulliq kala. Bir tarafdan xizmat qilgash ishlagash, yana bir tarafdan xomon tepkash cho'qim o'ziga universal va kasbiy jihatdan har xil shaklda o'rganishni amra qilgan. Yana bir tarafdan xomon tepib, yana bir tarafdan cho'qim o'ziga oziqliq, yem-xashak, suv turuqlagan kala. Bu kala muskulliq ham sog'lom kala. O'rganib turdi, ishiltib turdi. Yo'liqqan masalalarni yana o'rganish orqali hal qilib turdi. O'rganganni tarxallan opirib o'zining qilayotgan ishida, xizmat kasblarida, turmushida ishiltib, unum hosil qiladi. Shu vajdan bizmi oktyabrning oxirgi kunlarida dal izdan kitob klubining yana bir sonni dal mushu go'zal kuz faslida Nansandagi keng dalada elib bordik. Maqsadimiz semiz qalam bo'lib qolmaslik, haddan ziyoda ojiz qalam bo'lib qolmaslik. Qilayotgan ishlarimizdan vaqtli to'xtab dal o'zimizga yuqori energiyalik, oziqliq va quvvat to'plash. Shundala biz sog'lom bo'lgan, oziqliq tang yetishgan, erib charchab qolmaydigan, har qaysi jihatdan ko'zlagan nishonga unumli yetib bera oladigan muskulliq kalla aylanamiz. Şuna ögünüp turun, hem işletip turun. Hadi salam uzun yıllar ögünüp algan narsani hazırqı yeni davrga mos keladi deb ögünishni tashlab qo'ymang. Chunki turmush va hayot bizga hargiz o'gitishdan to'xtab qolgan emas.